Agar sizlarning televizoringiz smartfon bo'lsa, yangi televizor olishga shoshilmanglar. Bizda arzonga juda ham zo'r qurilma kelgan. Bu qurilma orqali любой televizorni Android televizorga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Ishlashini hozir bitta ko'rsatib beramiz. Stikimizning ichidan komplektida ko'rayotganingizdek o'zini pult chiqadi, mishkali bo'ladi, bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Juda ham udobniy chiqqan. Bundan tashqari pitaniya chiqadi. Televizor orqasida xalat beradigan bo'lsa, qo'shimcha HDMI port chiqadi. Stik o'zi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'rayotganingizdek yonida hamma narsa portlari bor. Bitta tiqasizlar HDMI ga televizoringiz smart bo'ladi. Bundan tashqari bu pult upravleniyasini yaxshilash uchun televizorni yonidan chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir bitta ulab ko'rsatib beramiz. Ko'rayotganingizdek stikimizni televizorga ulab qo'yganmiz. Xuddi Android televizorlar zamonaviysi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa holatga keladi. O'zida ko'rayotganingizdek YouTube'i bor, Netflix'i bor, undan tashqari Play Market'i va o'zining magazini bor. Bu orqali Android televizorga tushadigan hamma programmani o'ziga ustanovka qilsanglar bo'ladi. O'zini pamyati joyi bo'ladi. Undan tashqari music bor, datani, soatni, hamma narsani ko'rsatib turadi. Flashga tushadigan joy orqali flashga narsalarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Ko'rayotganingizdek Wi-Fi ga ulab qo'yasizlar. Wi-Fi ga ulab qo'yganingizdan keyin bemalol YouTube yoki boshqa ITV programmalarini yozib olib, hamma narsani shu televizor orqali ko'rsanglar bo'ladi. Bu eng arzon yechimi televizorni zamonaviy qilishi. Agar kimga kerak bo'lsa buyurtma bersanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.